4 sinfgacha bo'lgan o'quvchilarimiz har biriga agar 30 kun bo'lsa 10 so'mdan bo'lsa 300 so'm, 30 kundan ozroq har oyda 300 so'mdan ozroq pul berishimiz kerak bo'ladi. 270 so'mga to'g'ri kelib chiqadi. 27 kun demak o'qir ekan 270 so'mdan to'g'ri keladi. Endi bu ota-onalarga tegishli gap hisobda shu narsani bersak, bolalarimiz issiq-ovqat bilan ta'minlanadi. Buni menyusini qanaqa qilish kerakligini qandaydir albatta nima chiqsa kerak, mo'kini shavla qilamiz, mo'kini manushni qilamiz degan shunga qarab bo'ladi. Endi sebestolimiz narxini ko'tarib, soham shunday bo'lgani uchun o'zimcha yozib keldim edi hozir. Go'shtli ovqatga agar 10 so'mdan 17 so'm bo'ladigan bo'lsa, 10 so'mdan go'shtli ovqatga yetmaydi ekan. Eng kamida sebestolimiz go'shtli ovqatga mastava yoki shavla qilsak 25 so'mga bo'lar ekan. Buni ham hisobga olib qo'yishimiz kerak. Ikkinchi masala, pomishcheniya bizda yo'qligi uchun hali beri qilmaymiz deb aytdi. Balki pomishcheniyani qilish imkoniyati bordir. Masalan, sponsor bo'lmasa, balki shu qilgan o'rniga